Nedik boshqa video qo'ymaydi, Ka'baga ham bormaydi. U yo'ldan to'xtadi, boshqa videolarni sahifasiga joylamaydi. Yes! Deyapsizlarmi? Uyalinglar ozgina, uyalinglar. Kim ota-onasi hozir farzandini peshkom 2 kun davomida sayohatga Ka'baga jo'natadi? Kimmi? Juda ham qiyin, mashaqqatda u yo'lga chiqdi. Lekin negativ insonlar kommentariyada, faqat kommentariyada video обращение qilib yomonlab chiqasizlar. Ozgina uyalinglar. Yoshgina bola bo'lsa, adeshka qilish kerak bunga. O'zbekiston xalqini duo qilishga boryapti. Uyalinglar ozgina haqli video qilib, uni so'kib, kerak emas unaqa narsalar. U xafa bo'lib qoldi hozir. Avaycha hozir hamma bitta like bosib, kommentariga omad, xudo xolisa mana duo qilib qo'ying deb yozib ketinglar. Podpiskani ham bosib qo'yinglar. Kuzatishni davom etinglar inshaalloh. Nedik, hech kim eshitma, hech kimga qarama, yo'lingni davom et. Xudo xolisa sen O'zbekistondan birinchilikda peshkom borgandan bo'lasan. O'zbekistonga kelsang, xudo xolisa zo'r somsani, zo'r shashliklarini bo'ktirib, to'g'ri qilib, ota-onangga o'zing qo'lingga berib jo'natib yuboraman, xudo xolisa. Omad, inshaalloh like bosib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Albatta Ka'baga Nedik boradi.